Assalomu alaykum hurmatli biz kuzatuvchilar, hojonalar. Yaxshimisizlar? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashiy qovun bozoridamiz. Xudo xolasa sizlarga bozor narxlarini tanishtirib borishga harakat qilamiz. Har kungidek. Xudo xolasa boshlanishi. Bugun bozorda juda ham qovun ko'p, sababi ertalab vaqtliroq chiqdim. Bitta like bosib qo'yinglar, qizg'anib chiqmasizlar. Hammani kallasi ishlaydi-yu. Qisqacha mehnat qo'llab, vaqt qadrlagan holatda like ni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketaverasizlar va qovuni bor do'stlarga podilistani bosib jo'natib qo'yasizlar. Qani biz boshladik. Assalomu alaykum. Domla yaxshimisiz? Charchamang. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul aka aeroport? 4,5 deyapti, 3,5 qilyapman. 4,5 deyaptilar, 3,5 ming so'm qilyapsiz. Wow, mashalloh. Xudo xolasa ertalabdan birinchi narx mana 4,5 ming so'm aeroport qilinyapti ekan. 3,5 berilyapti ekan, berilgani yo'q ekan. Bozorlaringni bersin, domla. Hop. Hop, hurmatli akalar. Asta-sekinlik bilan bozorga kirib ketaveramiz. Imkoniyat darajada. Qovunlar juda ham serob. Nech pul ekan aka? Nech pul ekan? 2 million kami bor. 2 million kami bor. Turishi, ha? Bozor narx qildimi? Qancha berishyapti? 1 millionga o'tib bering deyishyapti aka. 2 million. Vah, 50% ham so'raladi. Bozoringiz bersin. Xo'p, navbatdagilari kimdan ekan bu? Kimdan, sizdanmi? Amaki nech pul ekan bu? Charchamayapsiz? 3 million kami bor. Bozor qancha qildi? 12 qilyapman o'zim. 1 million 200 qilinyapti ekan. Turishini. Lekin qovun juda ham zo'r ekan-a? Xudo xolasa. Zo'r. Bakka. Mashalloh. Tovar qovun zo'r tarbiyalabdilar. Bozorini bersin. Bozorlaringni bersin aka. Xo'p, hurmatli akalar, asta-sekinlik bilan kirib ketaveramiz bozor ichiga. Ular sotilib chiqib ketyapti. Asta-sekinlik bilan mo'jalib Namanganga ketyapti. Uyda uni ko'tarish nima keragi bor? Qasr-qusr ishni bitirgan yaxshiroq. Xo'p, akalar. Xo'p. Navbatdagilarni olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Nech pul ekan qovun? 2,5 ming. 2,5 ming kilogramga? 1 kilogrammi 2,5 ming so'm. Bozor qancha qilyapti? Bozor Turishini 1,5 million qo'yapti. Turishini 1,5 million. O'sha do'ngbayga o'tyapti ekan, asta-sekinlik bilan kiladan. Yaxshi, bozorlaringni bersin. Xo'p, navbatdagi sizniki mamaki qovun? Sekin kirib ketaveramiz, xudo xolasa. Sizniki mamaki? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul ekan? 3 mingdan kilogramini aytilyapti ekan. Xudo xolasa. Bozor qancha qildi? Bozor qilgan yo'q ekan. Nasrina chatoq boshlanishida. Xudo xolasa. Sotildimi? Qanchadan ketdi? 2600 so'mdan kilogramga ketibdi mana shu qovun. Xolasa zo'r. 600 deb qo'yaverib Instagramga. Ha. Xudo xolasa navbatdagilari. Assalomu alaykum. Nech pul ekan? 3,5 deyapmiz. 3,5 deyapsiz. Endi ochdingizmi? Bo'l. Bozor xalqiga yo'qmi, qildimi narx? Yo'q, endi keldi. Hay yaxshi. Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul ekan? Aka puli yengil, 3,5 ming kam bor deyapti. Yengil o'tib beraveramiz. Haykalda ham bor. Ana, Haykalga ham borishaveradi. xolasa. Nomerlarni berib qo'yamiz. Yashang. Xudo xolasa 3,5 ming narx aytishyapti ekan. Kami bor ekan, kelishadigan joyi bor. Paykalda ham yetarlicha bor ekan, xudo xolasa. Telefon raqamingizni aytib bering. 99. Hop, 363 363 4478 telefon raqamlariga telefon qilishaveradi. Bu ham sizdanmi? Ikkalasi ham. Ismingiz? Abdusalim. Abdusalim akamizga xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Qovunlar hidini qaranglar, hidini mazaligini. Chet eldagi akalar, sveji qovun nima deyapti ertalabda? Non bilan, ha? So'yib olib, issiqqina non bilan, ha? Hammani yetkizsin. Xudo xolasa ko'rib turgan bo'lsalaring like bosib qo'yinglar.
Bozoringiz bersin. Xo'p. Aeroport nech pul ekan? Aeroportda 5000 narx aytishyapti ekan. Bozor qancha qilyapti? 33, 3300 so'mdan kilogrammini qilishyapti ekan, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Xo'p, asta sekinlik bilan olib ketaveramiz. Navbatdagilari nech pul ekan qovun? Narxi 3000 so'm kilogrammga, xudo xolasa. Zo'r. Bozor qancha qildi? 2,5 ming qilib berilmabdi. Ko'rib turibsizlar. Bag'da bozor. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul aka? 3,5 deyapti. 3,5 deyapsiz. Bozor qancha qildi? 28. 28 qildi, berganingiz yo'q. Juda zo'r. Lekin qovun ham zo'r ekan-da. Qoshi bor. Hay yaxshi. Telefon raqam bera olasizmi? O'tkazib berib adodi edik. O'tga yili berib, ha? Hay yaxshi. Bozoringiz bersin. Ha. Adodi edik deganlari ko'pchilik qo'ng'iroq qilgan. Bilishmaydi marketingda. Assalomu alaykum. Kimdan ekan bu? Sizdanmi? Nech pul ekan narxi? 3,5 ming. Bozor qancha qildi? 2,5 mingdan 2600. Bugun ozgina qimirlab qopti bozor. Har xil yaxshi qimirlab qopti. Yaxshi. Yashanglar. Bozorlaringni bersin. Ha. Xudo xolasa navbatdagilarni. Biling xardorni. Yet. Buni o'lgurib mayatiga chirib olaman. Mayatlar niyatga so'raydi bittasini. Hozir kalling bilan solaman-da, buni ichingga qo'ydim. Qizlarga ayting, bandim. Navbatdagisi. Olga qarab zo'raylik. Dars yuraylik, tukataylik. Qovunni qaranglar. Shunaqa Qanchalar qaytyapsiz? Aka, Ko'rmayman baho. 4000 baho. Ko'rmayman baho. Qancha qilyaptilar? 2700 qilyapti. 2700 qilyapti ekanlar. joni sog' olsin. Voy, bular omon bittasi ham like bosmayapti. Yo'q, bozorni o'zi bosmayapti-yu. Bosyapman. Gap yo'q. Telefon raqamingiz? 99. 99lik 877 877 6204. Kimdir? 27 da. Ana. Xudo xolasa 27 da. Bozorlaringni bersin. Xo'p, akalar. Videoni uzmaslikka harakat qilyapman imkon darajada. Nech pul ekan ukam? 3,5 ming kam bor. Bozor qancha qildi? 2700 qildi. Zo'r. Xudo xolasa qovunni ham bosish tindirib qo'yishibdi. Xo'p, asta sekinlik bilan. Kimniki bu, siznikimi? Nech pul ekan? 3,5 kam bor. 3,5 ming kami bor. Xudo xolasa 3,5 ming so'm kam. Bozor qancha qilyapti? 2400 qilyapti. 2400 qilyapti. 2400 ga berilmayapti ekan. Juda ham zo'r. Xudo xolasa. Qovunni o's ekan-da, xudo xolasa. Ko'rib turgan bosalaring mabodo like bosmagan bosalaring bir dona like bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Narx arzonmi, qimmatmi? Qovunni ko'ryapsizlarmi ko'pligini? Bilmayman, bayda bir 50 tonna qovun bor bugun. Yo'q, kechagina olganman. Yaxshi. Hop, asta sekinlik bilan olib ketaveramiz. Marketingda yaxshi tushunishganda, menikini nomerimni deb turishardi. Hop, navbatdagisi. Kimdik, sizdanmi? Sizdanmi aka? Nech pul ekan narxi? Narx qancha? 4000 so'm. 4000 so'm. Bozor qancha qilyapti? 3200 qilyapti. 3200 qilyapti. Berilgani yo'q ekan. Xo'rasdagi ko'pmi bisyormi buni? Tagi bor, 5 gektar ekan. 5 gektar bo'lsa telefon raqamingizni bering aka. Telefon raqam 88lik. 88lik 686 686 ha? 8300. 8300. Ismingiz? Elyor akamizga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, shakarpalaklar ham chiqib qoldi. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Qo'llar ko'ryapsizlarmi? Har birini narxini shakarpalak so'raymiz. Shakarpalak kimdan ekan? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul ekan? 4000 kam bor. 4000 kami bor. Xudo xolasa, voy, mashallah. So'yganda part deydi qani shumi? Hayya. Kansillab turadi. Novot qo'shib, ha? 4000 so'm. Bozor qancha qildi, aka? 3000 gacha so'rayapti, berganingiz yo'q.
narxni 3000 qilishyapti ekan, 4000 narx aytishyapti ekan, xudo xolasa. Mabodo kelmoqchi bo'lsalaring, tashrif buyuraverasizlar. Menga o'sha jaydari shakarpalaklarda o'sha eng saralari bor, xudo xolasa. Bozoringiz bersin amaki. Hop. Savdosi bo'lyapti ekan bayda. Ishani aeroportda, xudo xolasa. Bozorga xalaqit bermaymiz, chunki savdo pishib turgan paytda aralashsak orqaga qaytib ketish mumkin. Xo'p, ko'pchilik savdoni ustida olmaysan deysalar, savdoni ustida olishcha muammoliroq. Ko'rib turibsizlar, imkon darajada ichkariga kirib ketishga harakat qilyapsiz. Yaxshimisizlar? Charchamang. Siz yaxshimi? Nech pul aka? Aka 4000 kami bor deyapsiz. Bu tomondan olamiz. 4000 kami bor. Aka, qondir kilometr beraman. Hozir. Xudo xolasa, wow, bugun ham zo'rini olib kelibsiz-ku. Xudo xolasa qovunni ko'rib turibsizlar. Maşallah. Bozor qancha qildi? Aka, bozor 3000 so'rayapti. 3000 so'rayapti. Berganingiz yo'q. Zo'r. 3000 so'rayapti ekan, berganlari yo'q. Telefon raqamingiz? 88 88 257 257 0094. 0094 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Mabodo shunga o'sha sara ishani qovun kerak bo'lsa. Bozoringiz bersin. Xo'p, navbatdagilarini olamiz. Charchamayapsizmi? Nech pul ekan xudo xolasa? 3,5 kami bor deyapti aka. 3,5 so'm kami bor. Maşallah. Qovun zo'rini olib chiqishibdi. Bir-biridan zo'rta bizni bozorda qovun. Ko'rib ketilaveradi. Tabii bitmadimi? 3,5 so'm. Bozor qancha qildi? 2.9 qildi. 2.9 qildi, berganingiz yo'q. Zo'r. Ko'pmi? Tagi bisyormi? Aka yo'lga chiqdingizmi? Telefon raqamingiz? 94lik 903 1200. Ismingiz? Shukrullo og'a. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Qovunni yetkazib ham beraverasizlar. Bo'ldi, xudo xolasa. Mashlar bodo boradi, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Xo'p, ko'kcha bor edi, ko'rdim. Xudo xolasa. Sizdanmi aka? Yo'q, mana o'qimda. Sizdanmi? Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Dehqonba qalaysiz? Nech pul aka? 2,5 qilishyapti. 2,5 so'm kilogramga. O'zingiz qancha narx aytyapsiz? 3,5. 3,5 narx aytyapsiz, 2,5 so'm qilishyapti. Biz pishib qopda, oz qopda. Bitishiga. Necha gektar ekkansiz? 3 gektar. 3 gektar bo'lsa telefon raqamingizni bering. 94lik 172 7296 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa qovun tagi bisyor. Xudo xolasa dastavkasi ham bor. Bor. Gap yo'q. Ismingiz? Lutfullo. Lutfulla akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Ko'kcha. Bu yil erta bahordan chiqishni boshladi. Assalomu alaykum. Ko'kcha nech pul ekan? Ko'kcha. Nech pul og'a? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? 4000 so'm kami bor. Xudo xolasa. Kilaga bozor qancha qildi bugun? Bozor 3,5 qilishdi. 3,5 qilishdi. Zo'r. Lekin bu 3 qilishibdi. Bu buni bozori chaqqon qovuna. Aeroport bilan Ko'kchaniki. Mazasi ham zo'r, xudo xolasa. Bozoringiz bersin aka. Ko'pmi bundan necha gektar ekansiz? 2 gektar bor. Telefon raqamingizni bera olasizmi? 90 95lik 103 39 89 raqamlariga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Xo'p, asta-sekinlik bilan olib ketaveramiz. Kimdan bu? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nech pul ekan, xudo xolasa? 4,5 ming kami bor. Bozor qancha qildi? 3300 so'm qilyapti. 3300 so'm qildi. Berishmabdi, lekin juda ham zo'r. Nech pul ekan? 4,5 kami bor ekan. Juda zo'r. Bozoringiz bersin. Do'stim, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kimdan bu? Sizdanmi? Nech pul do'stim? 5000 kami bor. 5000 kami bor. Bozor qancha qildi? 33. 33 qildi, berganingiz yo'q. Bozor har xil, ha? Bozor har xil. Shunaqa. Yangi kelganlar. Trendda sekin. Sizlar beydi. Qilan qaytarilib ketgan. Telefon raqam berasizmi do'stim? 90 88li 427 427 2595. 2595 ga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa.
O, narigisimi? Mashinaga? Qanchaga? 2300 deydi, endi so'raymiz-da. Bosing gazini. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Xo'p, hammasi asta-sekinlik bilan savdosi bo'lyapti. Biz 15-daqiqaga qarab ketyapmiz. Sizlarga 15 daqiqa juda ham yaxshi degan umiddaman. Ko'rib turibsizlar. Bir boshdan oldik, bir boshdan ketyapmiz. Xudo xolasa. Hop. Ana, bayram bozor qattiq bo'lyapti. Xo'p. Hurmatli akalar, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Bozori har birini so'rab chiqqani javob berib ketdi. Xullas, rahmat hammaga. Like bosib qo'llab turganlaring uchun. Ana. Eng zo'r o'tirsizlar. Ta'mi o'zgacha bo'ladi buni. Bilganlar biladi.